bolangiz o'qishga kirolmadimi yo'q? O'zi borku o'g'il bola-da, nimjon bo'ladi-da, qoloqroq bo'ladi. Xafa bo'lmangina mendan. Qiz bola tetik bo'lar-ku. Bilasizmi, men qizim bor-ku, men qizim. Tug'ilganida 1 oylik chaqaloq paytida men ovqat berib, ovqat ko'rgatib berganman. 6 oylik paytida yurib ketgan. 1 yoshga yetgan paytida odamlar bilan, katta odamlar bilan bemalol gaplashardi. Keyin 1 yoshdan 5 yoshgacha men bog'chaga bergan bo'lsam, 5 yilning ichida 3 ta tilda o'rgandi. Keyin undan keyin maktabga chiqdi. Maktabga chiqqandan keyin bitirmas borku, instinkt direktorlar bor, kelib o'zlari talashib uni o'qishga olib ketgan. Rostini aytibman ya. Siz aldek dedim, mana sizning bolangiz 5 yil topshirib kirolmayman, shuning uchun aytaman-da, qiz bola tetik bo'ladi. Tetik bo'ladi debdim-da. Aya. Qarang, buni shunday chiroyli narsa, lekin buni ikkitasi qoni. Ko'zing ko'rma, ichidagi o'ltirding men. Qizingiz bilan testi farqiga bormaydi. Bu uxlamagandan, uxlamasa miyasi ketib qoladi. Dono haldan beri maqtaysiz, maqtagan qizingiz ahvolini qarang-a. Yo, anoda bu 7 oylik tug'ilgan o'g'il, chala tug'ilganmi? O'lkamizga bahor keldi, daraxtlar gulladi, gullari sochildi, maysalar. Yo'g'e, ilhomni qochirdi, gullama. Bahor. Go'zal, orzuga nima bo'ldi? Nima boshqacha yuribdi? Shuni qarang. Shu jiyda gullagandan beri mana o'rikma? Nega o'rikkan? Ha, bodammi? Boshqa bodam gullagandan beri shuni yiyi yo'q, tagidan ketmaydi yo'q. Ko'chadan kirmay qoldi. Bahodim ta'siri. Ha, mayli endi shu holatda. Ay, yurma, ichkariga kirib. Berishtiga biron narsa. Voy, mana da mayli, mana shildiramasdan ustingga kiyib ol, ey, qiz bo'lmaydi. Mana bu kiyib ol mana. Yo'q, aya, bu kerak emas edi. Buni ham ber. Yo'q. Mayli, aya. Oyog'ingdagi rezinka tapchikani boshqa kiyib ol, mana yaxshiroq. Zax emas, yerlar bahor keldi, o'lkamizga gulladi. Mana o'zi mana marujni qaytib ochadi. Buni o'zi modadan qolgan, hamma biladi. Buni o'zi bu 2 yil bo'ldi menimcha shuni xohlashlaringizlar, xohlashlamaysiz. Endi jipman shuni. Men ham sizlardan narxi tushishini kutib turaman. Narxi 29 ming bo'libdi. Ko'zimni o'chib ketib oldim. Ana o'zi urush bo'lyapti-ku, ana armonsiz ketmaydi dedim, oldim. Hozir men sizga chista otspini aytaman. Mumkin mana shunaqa qilsa. Bismillah, bitta tishlab ko'rayda. Bu qulubnikali, bu qulubnikali. Bu qisirlamas. Ta'mi juda ham shirin. Yogurtda ichidagi yogurt ta'mi keladi, yogurtni. Qisirlamas-ku menda, nima dey? Olmanglar, qisirlamas.